tasdiqlatgani borganida taqdir yana o'z ishini qildi. Kerak. Shoshma. Salom. Dada, kechiring. Kechiring? Ko'zimga yosh olib kechirim so'rasam, dadam meni urishmaydi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Yetar. Bu uyda tartib intizom o'rnatmasak bo'lmaydi. Oyi, Agar dadang jur'at etmasa, o'zim qilaman. qanaqa intizom? Noy bilan boshqa uchrashmaysan. Yo'q. Begona yigit bilan yarim tungacha birga bo'lsa-yu, biz hech nimani bilmasak. Qizimni tarbiyasi uchun 17 yil umrimni xazon qildim. Hatto o'zimni o'ylamadim. Ahmoqona muhabbat deb hammasi barbod bo'lsa-mi? Bu yaxshilikka olib kelmaydi. U juda yaxshi bola, to'g'ri, lekin u Kim? hech vaqosi yo'q-ku. Kim kerak? Yirtiq yamoq kiyimda yuradi. U seni tenging emas. Tengim emas. U oddiy qora ishchi. Nima bo'pti? Shahardan shu yerga ko'chib kelmoqchimisan? Farzandlaring kambag'allikda xor bo'lib voyaga yetishini istaysanmi? Ha, shuni istayman. Menga tegmang. Senga u bilan uchrashishni man qilaman. Yo'q, unday qila olmaysiz. Yetar. Yo'q, bas qiling. Kimni sevish kerak emasligini o'rgatmang. Sevish? Ha, dada, men uni sevaman chin yurakdan. Axir u senga to'g'ri kelmaydi, qizim. U sizlarga to'g'ri kelmasligini bilaman. Chunki u oddiy oiladan, kambag'al, savodsiz, o'zini boshqacha tutadi. Shunday bo'lsa ham men uni sevaman. Senga shunday tuyulyapti, qizim. Oyi, men uni sevaman. 17 yoshdasan, haqiqiy sevgi nimaligini bilmaysan. Siz bilasizmi? Dadam bilan bir-biringizga hatto qaramaysiz ham, kulmaysiz, gaplashmaysiz, bir-biringizni eshitmaysiz ham. Sizlarni sevgini bilmaydi desa bo'ladi. Noy. 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 Shoshma. Shoshma, ketyapsanmi? Ha. Meni kechir. Iltimos. Uyalib ketyapman. Nima deyishni ham bilmayman. Hammasi yaxshi. Yo'q, Noy. Nima? Hammasi juda yomon. Yo'q. 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 Men bora qolay. Yo'q, faqat ketma. O'ylab ko'rishim kerak. Nima haqida o'ylashing kerak? Shoshma, men bilan gaplash. Nega indamaysan? Nima haqida gaplashamiz? Ketayotganing haqidami? Men esa qolyapman. Yoki shu haqida. Men juda baxtliman. Sen o'qishing kerak. O'qishing. Yo'q, Seni kelajaging porloq. unday dema. Axir bu haqiqat. Men esa ertaga nima bo'lishini ham bilmayman. Sen istagan narsani bera olmayman. Oddiy hayot kechirishda davom etaveraman. Kollejga bormayman. Shu yerda qolaman. Yo'q, tushunmayapsan. Bu haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Bu holda birga ketamiz. Nyu-Yorkka? Ha. Bu yerda nima qilaman? Yuragini ezmay yig'la. Men bilan bo'lasan. Duosini oling mayli. Ha, Otangizni yuragini men ezmay yig'lab onangizni duosini. bu haqda keyinroq gaplashamiz. Yoz tugasin, albatta gaplashamiz. Kelishdikmi? Meni tashlab ketmoqchimisan? Yo'q, sen o'qishni tugataver. Ismingizni yuragimdan olib keting. Men siz yashay olasanmi? Qilgan xatongizni Oilang meni qabul qilmaydi. Tushunarli. Iltimos. Meni tashlab ket. Rostdan ketmoqchimisan?
Jinnisan. Senga ishongan edim. Nima uchun yo'l bo'yi yolg'on gapirding? Keyin yaxshisi o'rtamizda rishtani hoziroq buzamiz. Menga qara. Menga qara. Nima qilyapsan? O'tamiz. Bor ketaver. Yolg'onchi. His tuyg'usi yo'q ahmoq. Tashlab ketaver. Yo'q. Sen emas. Men seni tashlab ketaman. Hammasi tamom, tushundingmi? Yonimga kel. Yo'q, yaqinlashma. Seni yomon ko'raman. Bo'lmasa men ketdim. Qo'rqoq. Bor, ketaver. O'zi ket. Yo'qol, yo'qol dedim. Shoshma, rostdan ketyapsanmi? Axir har safar urushib qolganimizdan so'ng yerda hech narsa bo'lmagandek uchrashar edik-ku. Yuragimdan olib ketdi.